إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli görürmen kardeşler, bugünkü dersimizde dindarlık hakkında toxtalımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Feaqim vechhekal dini hanife fitratallahi'llezî fetaran-nâse aleyhâ la tebdîle li halqillah zâlike dinul qayyim velâkinne ekseren-nâse la ya'lemûn. Ey Peygamber, sen doğru dinge, Allah'ın dinine ergeşkin ki Allah insanlarını aşı din bilen yaratkan. Allah'ın yaratkınını özgertişki bulmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanların tolusu bunu bilmeydi. Emeliyatta insanların tolusu İslam dininin hak ikenligini bilmeydi. Hatta Müslümanların içinden üzüm Müslüman deyip yürüyen kişilerin nurgulları bu dinin hak ikenligini bilmeydi. Dindarlık nihayet mühim bir mevzu. Her kandak bir Müslüman dindar buluşka muhtaç. Çünkü o üzünü Müslüman deyip yürgenişken dindar buluşu gerek. Dindar degan söz Uyghur tilinin izahlık lügatida dinge emel kıldıgan, Allah'a, dinge işinedigan kişi deb şerhlengen. Bu söz Arapçada mutedeyyin, yani dinge emel kılgıcı deb atıldı. Demek dindar yoki dindarlık özü itiqat kılgan dinge, özü itiqat kılgan itiqatqa emel kılış ve şununla çin esiliş deganlik buldu. Şuna her kandak Müslüman dinge emel kılıp Allah Taala'nın emir parmallarına boysunup dindar buluşku tegishlik. Çünkü Müslümanlık mesuliyet. Biz Müslüman bolgan günümüzden başlap İslam dinimizni qoğdaşqa, onunla haqiqiy mensup buluşqa, haqiqiy ma'noda mensup buluşqa ve onunla toluq emel kılışqa mesul. Allah Taala bizden muşu mesuliyet üstüde so'roq sual qiladi. Endi haqiqiy dindarlık. Müslümanlık yoki dindarlık şeklen o'rindab qo'ysa bo'ladigan odat yoki an'ana yoki bir rasmiyat emas. Balki o mas'uliyat, axloq ve poklik. Müslüman adam o'zining Alloh taoloning oldidagi insonlarning, ya'ni Allohning bandalarining oldidagi o'zining mas'uliyatini unutmagan ve o'zining pokligini saqlagan holda İslam axloqi doirasida, İslam çemberiki asasida yaşaşqa buyurulgan. Haqiqiy dindarlık kalbini noto'g'ri itiqat, ozg'un fikrlardan, hasad, ishchitarlik deganga o'xshash nachar illatlardan poklab, Allah Taola'nın emir fermanlarini o'rindash, dinning ko'rsatmalari bo'yicha yashash deganlik. Mundaq qilgan odam o'zini haqiqiy musulmon ve diyelaydi. Eğer her qanday bir Müslüman dindar bo'lmasa, dinga esilmasa, dinni tutmasa, onun Müslüman degan gibi eg'izidagilar gap qilib qoldi. Undaq dindarlık yakshanba kunlikda bir kun chirkovga berib, sham yoqib qolib, duo qilib qaytib keladigan xristianlarning dindarligidan hech qanday farqlanmaydi. Chunki Yevropa dunyosida, ya'ni xristian dunyosida Hristiyan diniga itiqat qildiganning hammasi Hristiyan deb atildi. Yakshanba kunlikda bir kun chirkovga berib sham yoqib keldiganlar dindar deb atildi. Musulmonlarning ichidami dinga amal qilmay, hech qanday bir amal ibodatni qilmay, men musulmon deb yuritganlarmi bor. Ba'zisi amal qildi, musulmoncha yurdi, musulmoncha gap qildi, musulmoncha kiyinadi, ammo axloq va muomalada nol. Bundaq kişilermi xuddi Hristiyanninki din davo qilgandan hech qanday farq qolmaydi. Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindash ve dinga chin esilish shu o'zi mansub bo'lgan dinga o'zining mansub ekanligini, mansubiyatini isbotlaydigan narsa. Agar u bo'lmasa nima bilan isbotlag'il bo'ldi? Yana ba'zi kishilar ibodatlarni qildi, musulmoncha yurdi, musulmoncha kiyinadi, dinga amal qilmaydi. Bundaq kişilerninki nimesi? Ko'rinishda naati bek dindardek, gapleri şunda yaxshi, yurish turishi bek kelishgan,
Endi bularniki ammo axloqda dinga haqiqiy bunday muomalaviy ibodatlarni qilishda bu nol bo'lganligi uchun bular Qur'on Karimda Alloh taolo sifatlagan munofiqlarga o'xshab qoladi. Alloh taolo munofiqlarni sifatlab va iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum va in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musanada deydi payg'ambar alayhisolamga. Ey payg'ambar, sen ularga qaraydigan bo'lsang, ularning badan qurilishi seni hayron qoldirdi. Ya'ni shundoq, ya'ni nayti isil, ko'rinishli, dindor shundoq seni ya'ni qoyil qiladi. Agar ular so'zlasa, sen ularning so'ziga qiziqib qolasan. Ya'ni shundoq yaxshi so'zlarni qildi. Ammo dilining iymondan xoliligida ular go'yo tamg'a yulab qo'yilgan quruq yog'ochlarga o'xshaydi. Hozirgi zamonda nurg'un musulmonlar mushu quruq yog'ochga o'xshaydi. Chunki o'zi mansub bo'lib qo'ydi, xuddi xristianlarga o'xshash dinga mansub bo'lib qo'ydi, ammo din bilan hech qanday chatiq yo'q. Dinning amal ibodatlari bilan chatiq yo'q, dinninki to'sqanlari bilan chatiq yo'q, ammo heyt ayamlarda musulmonchilikni ko'rsatib qo'ydi, o'lim yetimlarda, to'ylarda musulmonchilikni ko'rsatib qo'ydi. Boshqa narsa yo'q. Bu din bundoq din emas, bu bundoq bir rasmiyat, odat yoki narsa emas. Bu faqat mas'uliyat. Mas'uliyat. Alloh taolaning oldida mushu dindan o'zimizningki bir kishilik musulmonligimizdan biz mas'ul. Endi musulmonlar dunyoni so'g'an, hatto 3 qit'ada o'zining bayrog'ini lapildatgan vaqtdagi musulmonlarga qaraydigan bo'lsak, ular ibodatdami shundoq yaxshi, muomaladami shundoq yaxshi va axloqdami shundoq dunyoni qoyil qilorlik darajada shundoq bo'lganda, buning misollari intayin ko'p. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrida Abdullah ibn Ravoha degan sahobini payg'ambar alayhisalom Yahudilarning xomalarini baholashga avatdi. Yahudilar bilan musulmonlarning orasida bir kelishim tuzilmoqchi bo'ldi. Shu chaqda u xomalarni baholab pulga sundirmoqchi bo'lib, shuni avatdi. Avatganki Yahudilar Abdullah ibn Ravohaga oltin kumush, ayollarning uzuk, bilezik degan binasini ochib, uningga par vermoqchi bo'lganda Abdullah ibn Ravoha deydi: "Ey Yahudilar, men dunyoda men uchun eng suyumli zotning qishdan men uchun men eng yomon ko'radigan Yahudi sizlarning yaningizga kelyapman men. Lekin men sizlarni shuncha yomon ko'rsammi, adolatdan halqib ketmayman, adolat bilan ish qilma" deganda Yahudilar deydi: "Osmon zamin mushu adolat bilan turdi mana. Sizlarningki bizni yengib, bizning ustimizning g'alaba qilganliginglar mushu adolatning yuzisidan" deb e'tirof qildi. Mushunda bo'lgan Rasulullohning sahobalari. Sahobalarning ham dunyoni titratganlar shunda bo'lgan. Masalan, Salohiddin Ayyubi Beytul Maqdasdan, Masjid-i Aqsodan xristianlarni surib chiqargan, paklagan, xristianlarni paklagan. Shu chaqda bu kishininki botirliqlar emas, uning axloqi, taqvoligi bilan tunilgan. Kechisi har kechisi tark etmay tahajjud namozi o'qiyotgan. Axloqi shunda %100 mukammal shunda bir zot bo'lgan ekanda. Hatto musulmon asirlarni xristianlarning o'ltirganlik xabarini anglab turib, o'zining qo'lidagi xristian asirlarni davolab, saqaytib, salomat o'zining yo'liga qo'yib bergan. Qo'yib bergandan keyin ba'zi musulmonlar so'raganda, bu bizning musulmon asirlarimizni uni o'ltiryapsa, biz bu xristianlarni davolab, yana qo'yib berganimiz qanday gap deganda, biz ularga o'xshash bo'lib qolsak, nima farqimiz bo'ldi? Ular kafir, shunday qilib zolim ular. Biz zolim emas, biz adolatli ish qilamiz. Asirlarni xarlashga bo'lmaydi. Bizning ta'limotimiz, islom dinimizning ta'limoti shu. Unda uni saqaytib yo'lga solib qo'yamiz deb aytdi deganda, ashundoq hamda hatto Muhammad ibn Fatih Istanbulni fath qilishning oldida askarlarni har xil narsalar bilan sinaydi. Hatto masalan askarlar bir bog'dan o'tganda qattiq issiq ham usab ketgan, shunda eslib turgan üzümlarni ko'rib, aş üzümlerden elip yeydi. Yep, aş her bir sap üzümün onuğa pulunu esip kap ayna gitdi. Bunu anlap Muhammed ibn Fatih nayet hoşal olap Allah Taala'nın onu sürtü endi bizge kelediken. Mushundaq bir jangchilarga Allah çokum yordam qildi deb texmi g'ayratga kelgan, shuni Istanbulni fath qilmasdi. Burun qilib mushunda bo'lgan gapda shu dinni bunda bizdekilar jihozini tiklab qo'yib, ichiga amal qilmaydigan bunda emas. Bütün hayatida, muomalasida, yurish turishida, axloqida, ibodatida hammasida amal qilgan. Bu dinni to'g'ri tushunish kerak avval. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida Habashistonga Makkadagi mushriklarning javr zulmlari sababli Habashistonga ketgan musulmonlarni Makkalik mushriklar birlashib
nimaga shu Habashistonga berib qaytirib kelmoqchi bo'lib, Habashiston podshohi Najoshiga arz qildi, ammo shu musulmonlar ustidan bu yomon odamlar bu bizning ota bobolarimizning dinini inkor qilib, bizga yomonlik qilib, shu oyda misha keldi, bizga qaytirib beringlar degan bu odamning gapiga anglab boqay deb o musulmonlarning sizlar birsinglar kelib, "Menga diningni anlatinglar" dedi. Degandan keyin Ja'far ibn Abu Talib roziyallohu anhu, Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuning qarindoshi, Rasulullohning tag'isining o'g'li. Shu chiqib dinni tushundirdi podshohga. Deydi, "Ey podshohim, biz butlarga cho'qinadigan, zina fahish qiladigan, urug' tuqqanchilikqa rioya qilmaydigan, kishilarni qul qiladigan, haromni yeydigan, kuchliklarimiz ojizlarni buzaq qiladigan bir qaloq millat edik. Bizga biz nasibini, rostchiligini, iffetini, amilligini yaxshi biladigan bir payg'ambar keldi. O payg'ambar bizni butlarga cho'qinishdan yüz o'rib, Allohning o'ziga e'tiqod va ibodat qilishga, rost so'zlashga, omonatga ishonchli bo'lishga, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga, qo'shnilarga yaxshi muomala qilishga, haromdan yiroq turishga, kishilarga yaxshi muomala qilishga buyurdi. Bizni zina fahishadan, yolg'on guvohlik berishdan, yetimlarning mol-mulkini yevelishdan, iffetlik ayollarga qarchoqlashdan va barliq yomonliklardan man'i qildi. U yana bizni namoz o'qishga, ro'za tutishga amr qildi deb tunishtirgan. Din mana shu. Ya'ni mushu hozir so'zlaganlarimiz, aytganlarimizning ichida ibodat intayin az, muomala axloqchiq. Ya'ni din ashu endi. Ashu tutulgani shu endi. Ama bizim ibadatlarımız bu simvollik ibadatlar bulup ashu muomalaviy ibadatni %100 davom qilishimiz yo'lidagi bu bizning bu uzuqimiz, xuddi uzun safarga mangan adam yo'lda mashinasiga benzin qachlab mangan o'xshash, biz Allohning yo'lida ketib boramiz. Mushu ibodatlarimiz, ro'za, zakat, haj, Qur'on o'qish, duo deganlarimiz hammasi bizning yo'ldagi uzuqimiz. Mushu uzuq bilan kuchlanib, mushuning ma'naviyatini kuchlantirib, Allohning yo'lida to'g'ri mangimiz. Endi ibodatning shu asosli ko'p sonliqi muomalaviy ibodat. Simvollik ibodat intayin sanoqli zaten sanıgılı bo'ldi bo'lni. Ammo haqiqiy ibodat shu muomala, yurish turishda, gap so'zda, bütün axloqda, shuningdeki muomalaviy ibodatlar asosli o'rinda turadi va asosli salmoqlikni egallaydi. Endi biz agar mushu dinga biz dindar bo'lmaymiz, dindar bo'lmasligimiz kerak, dindar bo'lmay, bunda bir musulmon bo'lib qolishimiz kerak degandan biz o dinni men bu dinga e'tiqod qilmayman deb dindan chiqayotganimiz yaxshi. Chunki nimishqa o'zimizni aldiganlik bo'ladi-da, yolg'ondan men musulmon deb qo'yib, hech qanday bir ishda yo'q, yo ibodatda yo'q, yo islomning ko'rsatmalari yo'q. Faqatla o'zimizni musulmon deb qo'yganimizda bu o'zimizni xo'sh qilishigina foyda bo'ldi va kishilarning orasida men musulmonkan deyishgina shunga foydasi bo'ldi, uningdan boshqa hech qanday narsaga bizga foydasi yo'q. Shunga har qanday bir musulmon dindor bo'lishi kerak. Bu dindarlik o'zimizga dunyo oxiratda izqatadigan narsa. Masalan, omonatdor deymiz, omonatni saqlagan odamni, xazinador deymiz, xazinani boshqaradiganni, puldor deymiz, pulji odamni. Masalan, bu musulmon odamni dindor deymiz. Agar u dindor bo'lmasa, eg'izdagi men musulmon degan gap quruq gap bo'lib qoldi. Shunga dinimizni ching tutayli va dindor bo'layli. Bo'lgandimi haqiqiy dindor bo'layli. Shakldagi, kiyim-kechakdagi, yurish turishdagi, gap so'zdagi bunda dindor emas. Haqiqiy bunda ibodatdimi bor, axloqdimi bor, ishlashdimi bor, yaxshilikdimi bor, muomaladimi %100 bunda mukammal bo'lgan dindorlardan bo'layli. Alloh taolo bizni shunday yaxshi dindorlardan qilsin. Hurmatli ko'ruvchi qarindoshlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Yana keldigan hafta birga bo'lish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.